Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan men Arka va Isbop, hurmatli obunachilar. Sizlarning videosini yo'tgandan boyatda xursandman. Bugungi video rolikimiz xudo xolasa ko'pchiligingiz talab istaklaringizga binoan desak ham bo'ladi. Endi bu yanimiz xudo xolasa bahor, hammangiz uylaringizni, fasodlaringizni remont qilishi xolislar. Men bilaman, sizlar uchun biza xudo xolasa eng arzon joyindan, ya'ni Atachent sotidan eng arzon joyindan bugungi video rolikimizda narx-navolar bilan yoritib berishga harakat qilaman. Bu yerning adresini tushuntirib olsak, Center tarafdan geridan bo'lsangizlar, paxta zavodini ko'rtirsalar, paxta zavodini kapitalida joylashgan bo'ladi, ya'ni qiblaga qarab turibdi. Bu yon tarafimizda Hazaras bozordan kelsangizlar, Milliy bank bor. Milliy bankda o'tganlaringizdan keyin chap qo'lda joylashgan bo'ladi shu yerda. Giramiz, batafsil xudo xolasa yoritib berishga harakat qilamiz. Video rolikimizga befarq bo'lmang, layklarni bosib, aktiv bo'lib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli obunachilarimiz, Atachent'ni arzon joyini do'kon bo'ladi. Bu tarafdan Azbek ukamiz xudo xolasa hozir batafsil bizlarga narxlari bilan tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum, yana bir marta. Sog'lik yaxshimi? Ro'zalar bilan kelamiz. Xudoga shukr. Oydinmi? Qana xalqimizga ro'za-i Ramazon oyida navvajlari skidkalarni qo'yib berasan xudo xolasa. Bizlarda xudo xolasa o'zi hammasi skidkada, hamma joyga beramiz, bir joy emas. Kraska olsun, travitin olsun, Atachent olsun. Atachent olsun, o'zi bizlarda glavniy Atachent. Avang. Bular ham shu qo'shimcha ikkita kubimiz. Hozirna sizlarga 250 ming so'm, 240 ming so'm sotilgan Atachent'ni aytaman. Safari el deydi buni. Qumli varianti bu. Bu 250 ming so'm sotilgan. Hozir buni aksiyada 200 ming so'm qo'yamiz xalqimiz uchun xudo xolasa ro'za oyida. Bu keyin ham Setus deydi. Setus qumsiz varianti. Buni ham shu 250 ming so'm, 240 ming so'm sotilgan, 200 ming so'm qo'yaman aksiya. 50 ming so'm skidka. Yo'q. Keyin laklamiz qo'ygan. Laklamiz ham shu 130, 140 sotilgan 100 ming so'm bularning ham kilosi. 100 ming so'm lak, jemishq lak. Ibidan Marmarinodan fasadni travitinni o'xshagan neyimiz keldi. Buni ham hozir obrazda bor ko'rsataman, bular yaxshi narxda. Buning ham kilosi 140 ming so'm. Aksiya bahada 140 ming so'm qo'yibmiz. Vensan kelamiz, midaslar bor, ustalar o'zi yaxshi tushunadi. Gelseler hammasini skidga bahada midaslar ham 240, 250 sotilgan, bular ham 200 ming so'mdan aksiya. Bular kilosidan yuradi axir bilish. Ha, 1 kilosi shunda yurdi. Bir bo'shchasidan buni misol uchun bir chalakenda 5 litr bor ekan. Necha kvadrat yetadi shu? Bu 25-30 kvadrat yetadi. Kvadratini men ikkita kamerada ko'rsatdim. 25-30 da. Ha, o'zi yozib qo'ydi ekanda. Ha, yozib qo'ydi. Yana xalqimiz bizlarga toza yetib keldik axir bu. Endi men Hazarasda toza yetib keldi degan bo'ladi. Aboydan arzon tushami va qimmat tushami? Ha, buni qimmatli variant ham bor. Aboyda arzon tushadigan varianti bor. Ina hozir men bulari 250 dan 200 ming so'm ochdan, bu aboydan sal qimmatroq tushadi. Hozir buni Aryan tarafini o'tsangiz, sizning ko'rsataman, bundan arzon tushadigan variantni sizga tushuntirib o'taman ina xudo xolasa. Kesingizda ina Sahara Pro dedi. Qumli varianti. Buning kilosi 140 ming so'm, 150 ming so'm sotilgan, 100 ming so'mga tushdi buning aksiyada kilosi. Bir chalaki 500 ming so'm pul oladi buni, 5 kilolik. Bular 25-30 kvadrat yetadi. Ha, bu 25-30 kvadrat yetadi ina. Bular ina qumsiz varianti. Bular shu bahada ina 140 ming so'm sotilgan, 100 ming so'm. Sizni kanalingizdan kirib kelsa, o 5-10 ming so'm yana qaytib beraman ina. İşteyizlar, hurmatli obunachilar. Qaytaman ina. Bu imkoniyatdan unumli foydalanasizlar. Real deydi ina, Real Atachent olamiz. Qumsiz varianti bu bunga. Bu undan ham arzon ina. İşi ina mesela ina oz gözkenim 100 ming so'mlik, ina bu 80 ming so'm bunun kilosi. 5 kilosi 400 ming so'm pul oladi. Mesela mina hozir men preminni ina 4-5 xona, 4-3 xona tushdi mesela mina. Ko'psi necha so'm bo'ladi deb hisoblatadi. 2 chalak olasiz, 400 ming so'mdan 800 ming so'm pul oladi ina. 800 ming so'm bir xonangiz bitadi. Yo'q, undan ham yaxshiroq dedingiz, ina sal undan yaxshiroq bo'lsa 1 million so'm bilan bitadi. 500 ming so'mdan 2 chalak oladi. 4-5 xonangizga yetadi buni. Chiroyli bo'lib chiqadi. Aboydan arzon tushadi varianti ina bu. Qana kinetli geridan bo'lsa buni urgan variantlarni ham tushuntirib o'tsang, bu nechta variant, qumsiz variant. Bu qumsiz varianti yangi, bu arzon qildan 80 ming so'mlik kilosi. Yine bu shu qumsiz variantini urgan xiyla. Ibidayna mesela shu odamlar arzonni ich urilgan ekan deb qiziqadi-ku. Ne bu xudo xolasa bu qumli varianti. Qumli varianti. Yani 80 ming so'm kilosi denim. Chelak 400 ming so'm, yine qumli urilgan varianti. Bular ajoyib hech. Bular zakonning chiqadi.
ustasına bağlık da indi, usta uruşuna bağlık. Bizler ustalar kaç. Bir de xil var ekan, ha? Bu neçike? Bu yankı güzetken Safari el denimiz bu. Tamam. Bu yankı 250 ming so'mdan satılgan, 200 ming so'mga tush denimiz shuna. Uylarni shuna söttirdi olsalar ko'p bagat yönliydi ekan, ha? Yo. Bu kumsiz variant o'xshaydi. Bu şunun kumsiz varianti ina, yakiro kelgisi ina yo kumsiz varianti urilgan nesi bu ina. Aslında bunu ustalar tuğulanma mammasız mı? Ustalarımız bu. Ustalar Xudoga şükür bu kachistvenning gapine, işine javob. Yani gelip durup sizden mahsulat xarid qiladigan bo'lsalar, ustalarni topib berasiz. Usta bu model so'rasalar, o so'rab topib beramiz. Bu bizamiz usta. Keyin travitellarimiz bu. Travitellar ham arzon narxda. Bize bu ro'z oyida bir tiyam majini aksiya qo'yib dedik. Bir chelakina 125 ming so'm. 125 ming so'm. Ha. Necha litr kilo bo'ladi bu? 25 kilo. 25 kilo. 15 kvadrat yetadi bir chelaki. 15 desa bilishine qarab ketaveradi. Yana navlarınız bor. Keyin kraska ina, kraskalarimiz bor. 25 kilo, 10 kilo, 4 kiloliklari bor adaranda. 25 kiloluk ina odam üstünlerimiz 200 kvadrat yetadi. 210 kvadrat yetadi. Bahası 420 ming so'm. 420 ming. Arzon aksiya narxda. Tushunarli. Bular atachontini urgan variantlari. Urgan variantlari. Ina biting bu trapelet qo'yib xolasangiz. Bu uyning yangi mushlanni qo'yib ishaverasiz. Ina bu o'zi rang qo'shilgan tayyorlangan xilisina görürsüz. Mana ofislere mesela ishxonalar shunchaki joylar ko'p urilsa ne bo'ladi? Bu ina bazaviy svit o'zi haqiqiy shunchaki keladi. Bazaviy svit bo'ladi. Bular rang qo'shilib, yana zatilib ishlanadi. O'zi haqiqiy bazaviy svit ishina. O'zi dim chiroyli. Mana men Safari yilda men 200 ming so'mlik aksiya tushdim-ku, shu variantda urilgan variantlari bo'yina. Bazaviy sviti bo'yina. Bularning kumsiz urilgan variantlari. Emichkisi oltin xolasalar, oltin svit desilar, bulardan ham bo'yina. Ya'ni gold svit. Ha, kumli, kumsiz bunlardan ham boy ikki variantlardan ham. Depadan ham bor ekan xilma-xillari, ha? Hammasi shuni urilgan ishga, hammasi urilgan, ustolar urib biladigan variantlari shular ishlar. Yan tarafdagi o'zim mana ina bu yoldirak va yönidi. Aynada yo'lib dönüp turibdi ekan bu. Bu neda bu? Rohsan ham umma suv durmaydigan ne degan teis bu? Bular shpatilda urilgan. Ha, shpatilda uriladi. Neda qalam bilan, cho'tcha bilan chiziladi. Vinisanka degan bu. Vinisanka. Ha. Bu ham shu chelakli o'ch. Buni kilosi 150 satilgan, 160, 110, 120 beraman buni aksiyada. Neler ishlatiladi bu? Bu ko'pincha televizor pastavkalar ishlatiladi. Masalan, pastavkalar qo'yadi, shunun arkasida tep-tez, chiroyli bo'lib turadi. Bir ham masalan uy kiradigan joylarni, mashinaning joylari ishlatsa bo'ladi odam netini jalb turadidan bu. Al girgan nima penyuda bo'lyapman, bilmabman buni shpatel bilan ne bilan urilganligini. Aynada yo'lib dönüp turib taq tep-tez maqana. Zo'r taqlabdilar lekin. Bularning ustalari bor. Ha, ustalari bor bularning. Hesab. Bir birisinden chiroyli görüşseniz mümkün, hurmatli obunachilar. Bir yere keladigan bo'lsangizlar, Ro'za Ramazon oyidan ya Azbek ukamiz skidkalarni e'lon qilib, shuningdek xalqimizga xizmat qilib turibdi. Xudo xolasa kelib o'zlaringiz yoqqan mahsulotlarni xarid qilib oladigan bo'lsangizlar, usta muammo bo'lsa, ustalarni topib beraman dedi. Ekranda telefon numari aloqa chiqib, xudo xolasa kelib üstünde so'rashib olaversizlar. Bu tushunarli. Gününü necha tashiydilar buni shuni? Bu trapaletdan o'zida tashaladi, yuring kakrasa o'shida boy gizda mavzu. Ne turibdi u? Ha, bu yerda ekan. Testda turibdi, ha. Ha, bu yerda mahsulotlar ko'p ekan hali. Trapaletdan o'zlamisina ustalar o'zi yaxshi tushunadi. Mana qo'yib, masalan, uying mushlanma, patolog mushlanma, ramkani ishlanmang, tashalib ishlanaveradidan bu har xilisi bor. Ina bu yerda hozir bir sanani turibmiz. Turlari ko'p buni. Gul distilama, har xil variantda ina bor ina. O'zlarini ko'nlarini yaqqanmi? Ha, qo'yib olib bildiraveradi xudo xolasa. Ha, tushunarli. Trapaletdan o'zi. Shuni ustidan shpatel bilan so'tadilar, meni bilishim bo'yicha. Ha, shpatilda so'tadi. Bo'jar narxlarini nechik? Bular ham geliştirib beramiz ustalara, o'zi ustalar ko'p ishlatadi buni. Bularning narxlari 60 ming so'm, 50 ming so'm, 40 ming so'm aksiyada. O'zi 70 ming, 80 ming, shunday 60 ming sotilgan. Hozir biz eng qimmatini 60 ga qo'ydik, 50-40 ming so'm mana. Kelib ko'rib xudo xolasa shunda so'rlar. Shu atachinto kerak o'zimiz ina shpatellarimiz bor. Shu atachinto uriladi, shpatellar.
Eminchikkina shay bola bu. Cho'tkalar bu Atachintoni, no vejlar ketadi, o'sa masharkalar bu hamma vejlar bu. Metallar ham, shetallar ham, shunda hammasi kolleylar ham bor ekan. Bu. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Men aslında obunachilarimga ham videoni boshida aytib qo'ydim. Eng arzon joyidan xudo xolasa obzor qilib, narxnomasi bilan go'shtaman dedim. Hozir narxlarni aytdingiz. Men internetdan yo bo'lmasam boshqa narsalarga girganda mening narx-navoni ko'rmadim. Haqiqatan ham arzon ekan-a? Ama başka mağazalara girip geleversinler. Ya'ni Solishtirib solishtirib ko'rib, solishtirib kelaversinlar. Shu arzon kelishtirgan narxda qilib beramiz, xudo xolasa. Ustalar bordan olsam gelip xudo xolasa shu yerdan xarid qiladigan bo'lsangizlar, arzon qilib beradi. Tim bo'lib bizlarni oldinamiz aytadigan bo'lsangiz, kanal nomini aytadigan bo'lsangiz, arzon qilib beradi xudo xolasa. Bugungi videolarimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz shu yerdan ko'rib, like bosganlaringiz uchun menga katta rahmat. Keyingi videolarda, keyingi efirlarda ko'rishguncha hammaning ishondan muvaffaqiyat tilaymiz. Safar deganlar oilangiz barini do'lib toshib kelib, uylaringizni ajoyib qilib, remont qilib, to'ylarni qilish nasib ro'jalasin. Salomat bo'lasizlar.